Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, hurmatli qirg'izistonliklar. Mana biz bugun kecha kelgan edik 11-may kuni, bugun 12-may. Payvandlash uchun mana Solboy aka chaqirgan edi, internetda ko'rib, YouTube kanalimda ko'rib chaqirishgan edi. Mana Solboy akani xonadoniga yetib kelib uzumlarni payvand qildik. Kecha ham video chiqargan edik. Sulaymon akani xonadonidan video chiqardik kecha. Bugun mana Solboy akani uzumlarini payvand qilib tugatdik. Xudo xolasa endi tezroq qaytamiz. Chunki tamojniga ham vaqtida yetib borsangiz ne o'tkazar ekan, kechqurun o'tkazmas ekan. Sohati bor ekan. Shuning uchun mana Solboy aka menga bir sovg'a qilib, bir qirg'iz xalqining milliy bir qalpog'ini menga sovg'a qilib bermoqchi bo'lyapti. Mana Solboy aka mana shu kelib mana xizmat qilganlaringga o'sha Qirg'iziston O'zbekistonliklarni nima do'stligini ma'lumki mana Qirg'izistonni qirg'iz qo'polni kiygan Qirg'izistonni nimasi. Rahmat Solboy aka, sog' bo'ling, umrlaringiz uzoq bo'lsin, sizlarni ham. Yerinde tuğanlar, kolumuzlar dert görmesin, zamanımızda tinçlik olsun. Özbek Kırgız halkı ilgetten kız alıp kız verişi kudası yok olup bizden piratlara taragan elbis. Özbek tuğanlarga biz natuzdan ıslık salam aytıbarınızlar. Bana Liboy vakti kessenizde bana mimar olup ketesizler. Buna kızmatlar çıkmasa kızmatlar şahit kuda olsa. Dahi bana şu önörümüzde yerge tartılar ve halkımız yakşı yaşayış için yakşı koldan keyin hareketler kılıp yürüyoruz. Salam Özbek halkımız, Kırgız halkı daima ıntımağız birge ırtı olsun. Mana endi mana uzumlarni payvand qildik. Qoranovda ham ulardik, Ko'knovda ham ulardik. Mana shu yerda boshqa joylarda baland bog'lariga ulardik. Sulaymon akanikida shu yerga qatnaydigan marshrutni Haydar akani uyida ulardik. Yana xudo xolasa yana bundan buyog'iga ham qo'ni-qo'shnilar, mahallalar yana sezoni keladi, yana etishlari mumkin. Mana Solboy aka mana o'zi agronom bo'lgan ekan. Agronomiyani bitirgan ekan, kolxozda, sovxozda uzoq yillar ishlagan, mevalarni qarang. Mana shu tomorqasi to'la meva, o'rik ko'p ekan, gilos bor ekan, bodom bor ekan, anor, har xil nimalarni o'sha agronomiya sohasida ishlagani uchun zo'r qilib yetishtirar ekan. Hamda juda mana shu qishloq ahli, mana shu tumandoshlari kelib maslahat olishar ekan Solboy akadan. Zo'r agronom bo'lgan, hamda tabelchilik ham qilgan ekan kolxoz sovxozlarda. Yaxshi ishlarda ishlab pensiyaga chiqishgan ekan. Mana siz Sulaymon aka bo'lsa neft sohasida ishlab pensiyaga chiqqan ekan. Mana bular mendan 4 yosh katta, ikkovi ham 1957-yilda tug'ilishgan. Men 1961-yilman 4 yosh katta akam bo'lib qoldi. Bular endi tanishib qoldik. Aka-uka bo'lib, xudo xolasa hamkorligimiz davom etadi. Mana bunaqa abreska ishlari bo'ladi, sezoni keladi. Abreska ishlariga ham agar chaqirsa kelishimiz mumkin. Payvandlash, bahorgi payvandlash, kuzgi payvandlash, mana bunaqa paytda uzum payvandlash ishlari bo'lsa, bemalol mana shu qishloqdoshlaring murojaat qilishaveradi. Biz xudo xolasa mana o'sha Torgoviydan o'tiradigan takas qilsalar aytamiz, kelib xizmatimizlar ko'rsatib ketamiz. Xudo xolasa mana kanalda esdalik bo'lib qolyapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat, hurmatli o'rtoqlar. Zamanınız tinç olsun tuğanlar.